Alberto Moravianing mashhur rimlik ayol asari Inson taqdiri, orzu va hayot haqiqatlari to'qnashuvini aks ettiruvchi ta'sirchan roman. Asar qahramoni Andriana barcha yosh qizlar kabi oddiygina baxtni orzu qiladi. O'z uyi, sevimli turmush o'rtog'i va farzandlari bilan osoyishta hayot. Ammo hayot uni sinovdan sinovga soladi. Qanchalik mehnat qilmasin, kambag'allik botqog'idan chiqib ketolmaydi. Onasining ta'biri bilan aytganda, Andriana husni va latofati bilan saroy malikalaridek go'zal hayotga munosib edi. Asarda ijobiy qahramon topish qiyin. Har bir obraz o'zining murakkab taqdiri va qarorlari bilan kitobxonni chuqur o'yga toldiradi. Andriananing o'z taqdiriga bora sovuqqonlik bilan qarashi, yashayotgan hayotining axloqiy ziddiyatlariga befarq bo'lib qolishi esa yurakni larzaga soladi. Rimlik ayol bu shunchaki roman emas, bu hayotning achchiq haqiqatlari, ayol qalbi va jamiyatning murakkab qiyofasi aks etgan asar. Mutolaa qilishga arzigan, o'ylantiradigan va uzoq vaqt xayoldan chiqmaydigan kitob.